Sahnadagi ilk chiqish zamonaviy raqslar bilan boshlandi. Muxlislar olqishi esa davomli. Ha, bu Ummon guruhining konsert dasturi. Hammamiz birga. Menimcha guruh yigitlari konsert nomini bejizga shunday nomlashmagan, chunki chindan ham bugun hamma shu yerda. Menimcha nomni ham hammangiz birga nomlagan bo'lsangiz kerak. Bu fikr asosan birinchi Jasurdan chiqdi. Keyin hammamiz birga deb nomlasak qalay bo'lar ekan konsertda deganda o'shanda biz ham qo'shildi, chunki bizga ham ma'qul keldi bu nom. Hammamiz birga. Asosan sho'x va sokin taronalarni o'zida mujassam etgan dasturdagi har bir chiqishlar zamonaviy raqslar bilan ifodalangan bo'lib, deyarli qo'shiqlarning barchasiga muxlislar ham jo'r bo'lishdi. O'ylamagan qo'shig'ingiz bo'ladi-yu, o'ylamagan qo'shig'ingizni zal birgalikda aytdi-da. Men u qo'shiqni birga aytadi deb o'ylamadim zal. Shu narsalar bizga qattiq ta'sir qildi. Konsert 100% fonogramma bo'lsa-da, tomoshabinlar ularni dastur davomida qo'llab-quvvatlab turishdi. Jonli narsalar qilsak bo'ladi. Butun konsertda masu sekin-sekin boshda barga 2-3ta, keyin 4ta, 5ta, keyin sekin-sekin ko'paytirib borishimiz mumkin. Endi harakat bu yil o'zi qilmoqchi edik. Vaqtimiz yetdi. Yigitlarning estradamiz yorqin yulduzi Shahzoda bilan ijro etgan dueti ham tashrif buyurganlarga kutilmagan sovg'a bo'ldi. Maftunkor hamda betakror Shahzoda va Ummon guruhi. Bilasizlar, muxlislaringiz boshqacha deb ko'zlayapsiz. Rahmat. Shahzoda bilan duet kuylashinglar taklifi asosan kimdan chiqqan fikr? Ikkala tomondan. Lekin Shahzoda bizga boshqacha Ummon guruhini o'zi taklif kiritdi degandilar. Bunaqasi ham Bo'lgan. Xonanda kuylash niyatimiz bo'lgan. Bir necha yil oldin ham taklif kiritganmiz. Endi albatta xolis bahoni muxlislar berishadi. Konsertda kuzatar ekanmiz, muxlislar asosan qizlardan iborat ekanini payqadik. Ummon guruhi juda ham yoqadi. Stili, ovozi, yo'nalishi, hammasi. Ular bilan hamohang ravishda ham raqsga tushib, ham ashulasini aytib, rohatlanmoqman. Shahzoda chiqqani yoqyapti ko'proq, lekin mana yangi ashulalari hammasi yoqdi. Omad tilaymiz Ummon guruhiga. Kutganimizdan-da a'lo darajada bo'ldi. Yaratganga shukr va albatta muxlislarimizga o'zimizni chuqur minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.